O'zbekiston Respublikasida kam uchraydigan orfan kasalliklar profilaktikasi bo'yicha 3-chi milliy konferensiya bo'lib o'tdi. Tadbir Oliy Majlis Qonunchilik palatasi, Mehnat, Sog'liqni saqlash va ijtimoiy masalalar qo'mitasi hamda bolalarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondi hamkorligida tashkil etildi. Dunyo gen injiniringi kabi ilmiy kashfiyot yutuqlari haqida gaplashayotgan bir paytda irsiy kasalliklarga chalingan bolalarni yolg'iz tashlab qo'yish adolatdan bo'lmas. O'zbekistonda ham irsiy kasalliklarga chalingan bolalarning sog'lomlashtirish, ularni reabilitatsiya qilish borasida kuchli ijtimoiy siyosat boshlandi. Hatto alohida davlat dasturi qabul qilindi. Endi mamlakatimizda bolaligining o'yin-qaroq yillarini osmonga sakrab emas, to'shakka mixlanib o'tkazayotgan bolalar katta orzular haqida gaplashadigan bo'lishdi. Dunyoda irsiy kasalliklarning 7000 dan ortiq turi aniqlangan. Bu xastalik kapalakdek zaif qiladi bemorni. Davosi ham o'zi kabi og'ir. Ilgari qo'l yetmagan dori, kuchli mutaxassis, murakkab operatsiya yoki genetik tashxis haqida orzugina qilgan oilalar bugun davlat himoyasini his etyapti. Demak, kasallik endi taqdir emas. Hatto bitta qadog'i $2000 dan ziyod noyob gen terapiya dorilari yurtimizga keltirilib, xasta bolalarga bepul tarqatilyapti. Qani ayting, dilbandi hayotga qaytgan ota-ona uchun bundan-da katta siyosat topiladimi axir? Avval dardga taslim bo'lganlar davlat qo'llagani, umid, ishonch ularni qutqargani haqida aytib berishdi. Farzandim juda ham og'ir ahvolda bo'lib qoldi. 2 yoshiga yetgan vaqtida joyidan tura olmay, shunaqa qiyin og'ir ahvolda bo'lib qoldiki, hozirgi kunga kelib farzandim mana juda ham yaxshi. Ancha oldinga yurishlarini boshlayapti, yurmay qolgan edi. Joyidan yotgan joyidan o'zi o'tirib tura olmas edi. Hozirgi kunda mana biza dorini olib berishdi, hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan. Dorini uzluksiz olyapmiz, dorimiz. Prezidentimizga ming rahmat deyman. Onaga farzandi tuzalishidan katta baxt yo'q ekanda. Prezident bergan islohotlar hayotbaxsh tibbiyotning eng og'ir qatlamlarigacha kirib bordi. Milliy konferensiyada xorijliklar, olimlar, shifokorlar, parlament vakillari, jamoat tashkilotlargacha tajriba maydoniga yig'ilgani ham shundan. Tibbiyot, ilm-fan va inson taqdirini birlashtirgan tadbir ishi orfan kasalliklarga qarshi kurashni kelajak uchun mas'uliyat sifatida baholadi. Biz bugungi irsiy kasalliklar bo'yicha anjumanda ishtirok etayotganimizdan juda mamnunmiz. Hamkasblarimiz bilan O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida bu yo'nalishdagi tajribalarni bo'lishdik. Juda ko'p masalalarni ko'rib chiqmoqdamiz. Yurtingizda irsiy kasalliklarni erta aniqlash, davolash va reabilitatsiyalashda boy tajriba to'planganiga guvoh bo'lib turibman. Ayniqsa davlat rahbarining bunday kasallikka chalingan bolalar bilan bog'liq kuchli ijtimoiy siyosat yuritayotgani tahsinga sazovor. Odatda ko'plab mamlakatlar gen terapiya bilan davolovchi juda qimmat dorilarni chetdan olib aholiga bepul tarqatavermaydi. Yurtingizda inson qadri uchun degan tamoyilning mohiyati mana qayerda ekan. Buni men bolasi bedavo deb qaralgan dard iskanjasidan qutqarilgan onalarning, otalarning ko'zlarida ko'rdim. Aytib o'tmoqchimanki, 12 ta gasha kasalligi aniqlanib, bular 12 tagini demasdan bizni davlatimiz o'sha davlat dasturiga o'sha 12 ta kasallik ham kiritilib, ularga alohida davolash bo'yicha yo'nalishlar olib borilmoqdaki, dorilarni o'sha bemor bolajonlarimizga bepul davlat byudjeti tomonidan yetkazilib berilmoqda. Bizning yurtimizda ijtimoiy yo'nalishda va tibbiy yo'nalishda katta ishlar olib borilyapti va tibbiy uskunalar, tibbiy jihozlar olib keltirilib, o'sha o'tgan yillari Koreya, Germaniyada o'tkaziladigan jarrohlik amaliyotlarini hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida bepul noyob operatsiyalarni o'tkazdik. Tajribali mutaxassislar jalb etilib, hududlarda orfan karvoni haftaligi o'tkazildi. Konferensiya stolida yana yangi hamkorlikni kengaytirish, tashxislash va davolashning xalqaro tendensiyalarini qo'llash haqida gap bordi. Prezidentimizning qarorlari bilan orfan kasalliklarga duchor bo'lgan oila farzandlarini muhim masalalarni o'z ichiga olgan 2026 va 2030 yilga mo'ljallangan alohida davlat dasturini tasdiqlandi. Konferensiya ishida kutilayotgan natijalarimiz juda katta. Faqat tibbiyot masalasi emas, bu jamoatchilikni e'tiborini o'ziga qaratadigan masala deb o'ylayman va bu jarayonda deputatlik korpus ham o'z munosabatini bildiradi va har qanday olib borilayotgan ishlarni qo'llab-quvvatlaydi. Yangi O'zbekiston tibbiyoti endi kasallik ortidan yugurmayapti. Ilm bilan uning yo'lini to'smoqda.